Moskvada migrantlar uchun patent narxi 2026-yildan boshlab yana oshadi. Xabarlarga ko'ra, shahar meri Sergey Sobyanin bu haqida tegishli qonunni imzoladi. Hozirgacha 8900 rubl bo'lgan patent endi 10.000 rublni tashkil etadi. Bu so'nggi 2 yil ichidagi ikkinchi o'sishdir. 2025-yil yanvardan beri to'lov 7500 dan 8900 rublgacha oshgan edi. Endi unga qo'shimcha 1100 rubl to'lanadi. Iqtisodiy siyosat departamenti boshlig'i o'rinbosari Darya Murchenkoning so'zlariga ko'ra, o'sish chet ellik ishchilar uchun soliq yukining rossiyaliklar bilan bir xil bo'lishini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Hisoblashda migrantlar orasida mashhur bo'lgan sohalardagi o'rtacha ish haqi, federal koeffitsiyentlar va ruxsatnoma olish xarajatlari hisobga olinadi. Bundan tashqari 2025-yil yanvar oyidan boshlab Rossiyadagi migrantlar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etiladi. Ular endi yashash joyida ro'yxatdan o'tish uchun 500 rubl, yashash muddatini uzaytirish uchun 1000 rubl, patent berish yoki yangilash uchun 4200 rubl va ish ruxsatnomasining dublikatini olish uchun 2100 rubl to'laydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu o'sish migrantlar, ayniqsa qurilish, yetkazib berish va xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydiganlar uchun xarajatlarni oshiradi. Agar migrant patentini o'z vaqtida to'lamasa, u avtomatik ravishda bekor qilinadi. Shundan so'ng shaxs ishlash huquqidan mahrum bo'ladi va jarimaga tortilishi yoki mamlakatdan deportatsiya qilinishi mumkin. Rus tili imtihoni bekor qilindi, biroq hamma uchun emas. Rossiyada davlat kvotalari bo'yicha kelgan migrantlar endi mamlakatga kirishda rus tili imtihonini topshirishlari shart emasligi haqida yangi qonun qabul qilindi. Qonun Federatsiya Kengashi tomonidan ma'qullandi. Ta'kidlash kerakki, bu Rossiyaga mustaqil ravishda kelgan mehnat muhojirlariga tegishli emas. Shuningdek, tibbiyot xodimlari uchun til talabi saqlanib qolmoqda. Tanqidlardan so'ng ular uchun imtihondan voz kechish g'oyasi rad etildi. Ba'zi kasalxonalar xorijiy mutaxassislarni ish bilan ta'minlamoqda. Ayrim tibbiyot xodimlarining til bilish qobiliyati past yoki hujjatlar bilan bog'liq muammolar borligi holatlari mavjud. Kasalxona xodimlarining so'zlariga ko'ra, migrant hamshiralar odatda yaxshi natijalarga erishmoqda. Umuman olganda, Rossiyada tibbiyot xodimlari yetishmayapti. 10 minglab shifokorlar va hamshiralar mavjud emas va ko'pchilik xususiy klinikalarga o'tib ketmoqda yoki kasbini tark etmoqda. Shuning uchun xorijiy mutaxassislarga talab ortib boryapti. Munozaralardan so'ng rasmiylar migrant shifokorlar rus tili imtihonini topshirishlari shartligi belgilandi. Istisno faqat Rossiyaga davlat kvotalari bo'yicha boshqa sohalarda ishlash uchun kelganlarga tegishli. Sankt-Peterburgda ayrim migrant taksichilarga ishlash taqiqlanadi. 7 noyabrdan boshlab Sankt-Peterburgda xorijiy fuqarolarga taksi haydovchisi sifatida ishlashni taqiqlovchi yangi qoidalar kuchga kiradi. Ushbu qoidalar Rossiyada ish ruxsatnomasi bilan bo'lgan va Rossiya fuqaroligi yoki VNJ yashash ruxsatnomasiga ega bo'lmaganlarga nisbatan qo'llaniladi. Taqiq haqidagi ma'lumotlar haydovchilar taksi agregatorlaridan olgan rasmiy bildirishnomalar orqali tarqatilmoqda. Ushbu bildirishnomalarda ularning belgilangan sanadan boshlab buyurtmalar olishi mumkin emasligi aytilgan. Yozda e'lon qilingan taqiq muddati nihoyasiga yetdi. Rasmiylar buni transport xavfsizligini yaxshilash va taksi bozorida tartibni tiklash zarurati bilan izohlamoqda. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, ba'zi haydovchilar tegishli ruxsatnomalarsiz muddati o'tgan hujjatlar bilan yoki arizalarida nomuvofiq ma'lumotlar bilan qoidalarni buzgan holda faoliyat yuritgan. Taqiq taksi haydashni asosiy daromad manbai sifatida tanlagan minglab migrant ishchilarga ta'sir qiladi. Mutaxassislarning fikricha, o'zgarishlar yo'lovchilarga ham ta'sir qilishi mumkin. Yo'llardagi transport vositalari soni, ayniqsa eng tig'iz soatlarda kamayishi, kutish vaqtining uzayishiga yoki yo'l haqining oshishiga olib kelishi mumkin. Taksi sanoati vakillari yangi talablarga moslashish vaqt talab qilishini va haydovchilar yetishmasligi kelgusi haftada bozorni keskinlashtirishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Rossiya Hindistondan migrantlarning sezilarli darajadagi oqimini kutmoqda. Mehnat vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, kvota 2025-yil oxiriga qadar Hindistondan 70 minggacha ishchini qabul qilishga imkon beradi.
Migratsiya o'sishi yiliga taxminan 25% ni tashkil qiladi. Hindistondan kelgan migrant ishchilar nafaqat qurilish va yengil sanoatda, balki mashinasozlik va elektronika sohalarida ham ishlamoqda. Vladimir Putinning dekabr oyida Dehliga tashrifi davomida Hindiston bilan asosiy kelishuv imzolanadi. Uning maqsadi Rossiya iqtisodiyotining bir nechta sohalarda ishchi kuchi tanqisligini to'ldirish uchun kadrlarni jalb qilishdir. Demografik pasayish va mutaxassislarning boshqa mamlakatlar va sohalarga chiqib ketishi tufayli ishchi kuchi tanqisligi kuchaymoqda. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilga kelib Rossiya turli sohalarda 300 mingdan 500 minggacha ishchi tanqisligiga duch keladi. Hindistondan migratsiyaning o'sishiga qaramay, mutaxassislar Hind ishchilari Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlarni to'liq almashtira olmasligini ta'kidlamoqda. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan ishchilar rus tilini yaxshiroq bilishadi. Rus maishiy hayoti va ish amaliyoti bilan tanish hamda katta ishchi kuchini talab qiladigan bozorga tezroq moslashadi. Til to'sig'i va madaniy moslikning yo'qligi tufayli Hindlarda an'anaviy ravishda Markaziy Osiyolik migrantlar egallab turgan o'rinlarni to'ldirishda muammolar bo'lishi mumkin. Asl moskvaliklar tobora kamayib, ularning o'rnini migrantlar egallamoqda. Rossiya poytaxti Moskvada armanlar, tojiklar va qirg'izlar soni ortib, slavyan aholisi kamayib bormoqda. Rossiya Fanlar akademiyasining umumiy genetik instituti mutaxassislari Rossiyaning 3 ta eng yirik shaharlari hududidagi genetik va demografik manzaraga migratsiyaning ta'sirini baholadi. Unga ko'ra, slavyan aholisi kamayib bormoqda. Hozirda Rossiyada milliondan ortiq aholisi bo'lgan 16 ta shahar mavjud bo'lib, ularda mamlakat shahar aholisining taxminan 3dan 1 qismi va Rossiyaning butun aholisining chorak qismi yashaydi. Aynan shu megapolislarda migrantlarning ulkan oqimi mavjud. Bu esa mahalliy aholining genofondiga ham ta'sir qilmoqda. Etnik tarkibni kengaytirmoqda, millatlararo nikohlarni ko'paytirmoqda. Bundan tashqari, yaqin vaqtgacha migrantlar oqimi yaqinroq hududlardan bo'lgan bo'lsa, endi uzoq hududlardan kelganlarning ulushi sezilarli darajada oshgan. Garchi etnik guruhlar hali ozchilikni tashkil etsa-da, olimlar megapolis aholisining aksariyatini mahalliy moskvaliklar deb ayta olmaydi.